Roftonda biza Toshkent bozorida biza bitta narsani aytaman do'stlar, qarangizlar. Toshkent bozor qimmat. Toshkentga borib mashina olaman deyotganlar akalar, men hamma mashinalarning narxini solishtiryapman-da. $1,500,000 Samarqand bozor arzon. Men sizlarga 100% aytaman. Mana bu akamizni hozir bazurg'a pasportga tushirishga harakat qilib, yana ham yakson qilamiz. Lekin bitta gapni aytay, Toshkent bozor qimmat. Yaxshi mashinalar ko'p ekan, to'g'ri. Agar siz mayli $1,000-2,000 qimmatiga bo'lsa ham, yaxshi mashina qidirsangiz, Toshkent bozoriga keling, yaxshi mashinalar juda ham ko'p. Keling onlayn oling. Salon ichini birinchi oling, keyin men bitta motorini ko'rsataman. Kia Sportage yil necha aka? 23 aka. 23-yil. Kraska radnoy aka? Kraska top toza. Buningdan dajma berdi. Ustiga laminat yopishtirilgan aka. Mana sizlarga motor. Propan gazlari bor. Bu 2,5 aka? 2lik aka. 2likmi? Ha. Bularda 2,5lik Qo'lni fullida bo'ladi. Qo'lni fullida bo'ladi. Yaxshi ekan holat. Salon diska holatini ham oling, xalq mazza qilsin. Bu yoq tonirovkaga ruxsati bormi? Bor aka. Tomlari qoraytirilgan. Tomlari qoraytirilgan. Lekin yo'q, afsuski. Laykni bosing. Laykni bosib obuna bo'lib qo'ying, chunki men o'zimning obunachilarimga foydali bo'lgan ma'lumotlarni har doim berib ketganman, bundan keyin ham beraman o'sha foydali ma'lumot. Ichini bor. Achach. Achach degan joyi ana shunda aka. Timmasdan aka obzor ol. Gazi bormi propan? Gazi propan aka. Zo'r. Mana qarangizlar, qanaqangi qilib qo'yilgan. Bizda hech qachon mashina ko'rmaganman. Ko'ryapsizlarmi? Samarqandlik mashina qurish akalar cho'tki qilib salafon qilib qo'ygan. Zapaskasini ham olib chiqqanda. Mashina temmoli, vodiyda. Vodiyda. Aka. Aka biz Toshkentga o'rganganmiz. O'rgangan. Bitta gapni aytaman aka, Samarqand mashina bozor ancha arzon. Ancha arzon ham berdi aka, narx aslida. Narx, lekin bizda ham narx olayotganlar ko'p, lekin aka Samarqand действительно arzon aka. Qidirsangiz yaxshi mashinalar ko'p. Men chunki har yakshanba men o'zimga bir 10 ta 20 ta yaxshi mashinalar tushyapti-da. O'zim e'longa qo'yganlarim hammasi yaxshi mashinalar. Buni qanchaga qo'yamiz? 27 aka. Kraskasi radnoy. Toza aka. Posubitga masofasi qancha buni? 44 ming aka. 44 ming. Propan gaz ham qo'yib qo'ygan ekansiz. Kraska ruxsati bor. 23-yil, a? 23 aka. Qanchaga qo'yamiz aka? Eng tochkasi. 27 qo'yaylik aka. Tochka aka, bular Samarqand mashina bozorida aka 24 ming, 25 ming, hay baland so'rab turganlar 26 ham so'rayapti. 27 ham so'raganlar bor. Chunki men o'zim 27 mingga bitta 4 ming kilometr yurganini qo'ydim. Bo'lishi mumkin. Oxiri qancha akajon? Sotilsa aka, necha pul qo'yamiz? Eng tochkasi. 26,5 qo'yamiz. Sassa yangisi zo'r ekan. Sastangiz zo'r aka, 4 ta yangi balon qo'yilgan. Lekin nimasiga besh ketaman, Toshkent bozorida probeg qaytarmaydi. To'g'rimi aka? Aka o'zini halol probeglari. Probeg qaytarmaydi. Shuncha mashina ko'rgan bo'lsam, sassa yangisi 5000 kilometrga javob beradi, lekin probegini ko'rasiz, salkam 90 ming, 80 ming, 100 ming yurgan mashinalar probeg qaytarmaydi-da. Oxir tochkasini ayting, savdo qilmayman. 26,5 qilaveramiz aka. Oxiri. Undan o'tmaysiz. Tochka aka, tochka umuman mana shu bitta akanchatin. Videom cho'zilib ketmasin. 26 ming qilaveramiz. 26. Nomer telefoningizni ayting. 97lik 97lik 615 615 1177. 11 Karistadan chiqsa agar yana birovni o'tasiz. Xayriga. Sizni hurmatingiz aka. Bor baraka. Like bosib, kuzatishda davom eting.